Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Sizlarga hozir juda ham ko'p giloslar ko'rsataman. Bu video juda ham katta bo'ladi. Giloslar hammasi kalona vidniy bo'lib qo'yib olgan. Endi yurib ko'rsatib ketaveramiz. Siz olib qo'yinglar. Gilos tana bo'ylab. Ko'ryapsizlar-a, mana oxirigacha. 26-27 kalibrda olib pishib bu. Mana mevalar tepasidan bitta oling. Bitta havas qilgan akalar, bittadan like bosib qo'yinglar. Bu mevani qaranglar. Xuddi doimiy qo'yib tashagan. 22 dan 18 dan 30 gacha bo'lgan kalibr bor bu yerda. Uzumga qarab kattalashaveradi. Birinchi uzum bo'lgandan keyin ancha mevalar yeydi. Mevalar juda ham zo'r. Endi mashqa bor mana, monda meva zo'rmi? Endi monda meva. Bu monda meva zo'r. Mana giloslar nima deyapti? Ko'ringlar. Tana bo'ylab kalana vidniki mana bitta pastdan keting sabzorada. Mana hammasi meva. Oxirigacha. Hammasi. Yurur. Oxirari uya. Endi yana bitta sort bor. Bu valovoy sertsa emas, yururida. Ko'rsatamiz. Bu o'sakli giloslar, bular tajribadagi giloslar, bular valovoy sertsa tugagandan keyin 10 kun, 15 kun, 20 kundan keyin pishadi. Uje gilos tugagan. Qaysi joylarda gilos narxlari osmonda, lekin ash paytda pishirishga harakat qilyapti. Giloslar juda ham chiroyli holatda turibdi deb o'ylayman. Hali bu giloslar pishmashgacha keladi. Ko'tarolmaydi deb o'ylayman. Bunisiga nima deysizlar do'stlar, bunisiga? Qaranglar. Mana Juda ham go'zal, juda ham ideal holatda gilos o'rgan, lekin kalibrovkasi aytmaydi bu giloslarda. Yuraver. to'qalasangiz aytadi aka. Hammasi tayyor to'lamaydi. Ba'zi meva ko'rsatavermaydi, yuring bog'da umumiy maydonini, chiroyli bo'lgan joylarini ko'rsatyapti deb o'ylaydi. Lekin mana biz o'zimizda ham hudud maqsadida quriydi. Ish katta daraxt hech kim bilmaydi bu hududdan. Daraxtdan bu o'lyapti, lekin mevani qaranglar, juda ham yuqori, juda ham sifatli meva qilmoqchi bo'lgan. Gullagan hamma mevani ushlab olgan, to'kmagan. O'zimizda ham bo'ladi yovoysa mana. Do'stlar juda ham ideal holat. Endi ko'pchilik gapiradi bu gilos sorti nima. Namanganda takam bor, arablarning bog'idan. Shu gilos eng kech pishadigan giloslardan biriga kirgani uchun
Bu gilos ishi valovoy sertsaga o'xshagan, bu fresko emas. Mana farqi. Gilos hali bu mashincha orqada. Ko'ryapsizlar, mashincha orqada. Bular yangilik bo'ldi. Mana atmosferagachi nechi? Manaqlarigachi olayman sizlarni. Zo'r ol. Вот это атмосфера. Вот это атмосфера. Ko'rsatish kerak. Zo'r deb o'ylayapman. Kaliber zo'r, holat zo'r, gilos zo'r. Ko'chatlardan bor.